Assalomu alaykum. Sana navbatdagi o'ziga xos bo'lgan buyurtmamiz bitdi. Bu jihoz o'ziga xosligi shundaki, bu o'tovning ichidagi maxsus mebeli, ya'ni jihozi hisoblanadi. Buni nomi qozoq qardoshlarimiz tilida asadal deyiladi. Ya'ni buni o'zini etnik nomi bor ekan. Bizda buni aynan tarjimasini topa olmadim. Ya'ni bizda shunga o'xshagan narsalarni vazifasiga qarab javon deb qo'shib ketilargan, ya'ni kitob javoni, oshxona javoni, kiyim javoni. Sofadan tortmalarni, eshiklarni tirqishlariga e'tibor qaratamiz. Hammasi bir xilda turibdi. Bu shu javonni diagonallari aniqligidan dalolat. Bu asadalli asosi, ya'ni konstruksiya yong'oq. Yon yopmalari tortmani tegi va entegi fanerga yong'oq shpon yopishtirib qilingan. Mana tortmani bu yashillari yong'oqdan. Mana eshiklari shunaqa aksessuarlar qo'yganmiz. Magnitni o'rniga. Bu polkasi qarag'ay, sasna mijozni talabidan kelib chiqib olib qo'yiladigan. Mana ikki o'zi umumiy. Mana yonlari. Yonlarni ham mana choklari. Hammasi juda ham go'zal kelgan. O'sgan bog'iga olib qol, o'stirgan bog'boniga xavfu xatardan saqlay kelgan soyaboniga atlanib qo'nar zog'lari qo'nolmas bo'stoniga maqtaviga